I get so mad there's no control. Hammaga My assalomu thoughts alaykum. get so Bugun bad. sizlar bilan 14 Pro Max modeli haqida gaplashamiz. Bu yil 2026-yilda olishga arziydimi, arzimaydimi? Har holda 4 yil bo'lib qoldi bu telefonga. Variantlar ichida ko'rib chiqsak bo'ladimi, yo'qmi degan narsalar haqida gaplashamiz. Videoni oxirida Xudo xolasa siz o'zingizga kerakli javobni olishingizga ishonchingiz komil bo'lsin. Telefonda tashqi ko'rinishi, ya'ni dizayn haqida gaplashib o'tadigan bo'lsak, yillar davomida yangilanmagan dizaynligini hisobga olsak, eskirmagan desak ham bo'laveradi. Shunga qaramasdan baribir iPhone yaxshi ko'raman. Bu shunaqa narsaki, qo'lingizga telefonni olishingiz bilan o'ziga o'rgatib qo'yadi. 14 Pro Max ham bundan mustasno emas albatta. Orqa qismiga matoviy stiklo qo'yilgan. Bu o'zida umuman barmoq izlarini qoldirmaydi, lekin yon qismlari xirurgический staldan qilinganligini hisobiga barmoq izlari har doim qoladi. Uni artas baribir yana qolaveradi barmoq izlari. Bu muammodan qutulish uchun nima qilish kerak degan savolga javob beradigan bo'lsak, chexol taqasiz, bo'ldi, sizda umuman muammo yo'q. Knopkalar joylashuvi haqida gaplashadigan bo'lsak, knopkalar deyarli yillar davomida umuman o'zgarmagan, faqat yangi modellarda mana bezoq qiladigan funksiyani o'rniga action button knopkasi qo'yilgan, lekin menga mana shu bezoq qiladigan perkulyator yoqadi, chunki bu iPhone'da boshqa telefonlarga nisbatan nima deydi, farqli tomonlari desak ham bo'laveradi. Qandaydir yoqimli, chiq siz haligi mexanik nima deydi, mexanik teginishni his qilasiz bunda. Siz nima deb o'ylaysiz bu haqda? Albatta kommentlarda yozib qoldiring. Sizga knopka ma'qulmi yoki perkulyator ma'qulmi? Sizning fikrlaringiz albatta men uchun qiziq. Telefonda pastki qismlariga e'tibor bersak, bu yerda hammaga talish bo'lgan lighting razyumi turibdi. Yangi modellarda Type-C ga o'zgargan, lekin sizda agar oldingi modellar bo'ladigan bo'lsa, sizda zaryadnik kabelda muammo bo'lmaydi. Bu joyi ham bitta plyus albatta. Tashqi ko'rinish haqida gaplashib bo'lganimizdan keyin albatta ekran qismini ham gaplashishimiz kerak. Bunda turgan displey 6.7 dyumlik 120 Hz super retina displey turibdi. Bu telefondagi eng katta o'zgarishlardan bittasi bu dynamic island funksiyasi. Xuddi shu telefondan boshlangan. Yana menga eng yoqqan tomonlari bu Samsungdan kelgan Always On display funksiyasi bor. Bu ham bitta yangilik sizga. Protsessor haqida gaplashib o'tadigan bo'lsak, telefonda normal protsessor turibdi. A16 Bionic. Bazaviy zadachalarda, o'yinlarda, boshqa hamma narsani bemalol ko'tarib beraveradi. Chunki iPhone bilasiz, protsessorlari o'zidan ancha oldinda yuradi, mощностьda. Quvvat xullas sizni barcha ehtiyojlaringizni bajarish uchun yetarli. Ichki qismlari haqida gaplashib o'tayotganimizda, protsessorda yonida albatta uni katta batareykasi turadi. 14 Pro Max'da 4323 mAhlik batareyka turibdi. Agar siz yo'mkisda yaxshi 80 dan yuqorisini topib oladigan bo'lsangiz, meniki masalan 82%, men ishlatdim, bir kunga 9,5 soatga yetdi. Shunda ham 10% yuqori zaryadim bor edi. Endi men ishlatishimni bilasizlar, kino ko'raman, boshqa ko'raman, har xil syomka qilish mumkin. Telefon bilan xullas o'ta ezib ishlatmayman, o'yin o'ynamayman. Menga shunaqa yetyapti. Endi agar siz ham shunaqa foizlisini topadigan bo'lsangiz, sizda ham bemalol bir kunlik ehtiyojlaringizni bajarib berish uchun yetarli hisoblanadi. iPhone'da hamma qiziqadigan tomonlaridan bittasi bu albatta kamera. 3 marta qaytardim, 3 ta kamerasi borligi uchun deylik. Siz o'ylashingiz mumkin, bunday kamera eskirib qolgani yo'q. Bunga qo'yilgan kamera 48 megapiksel. 15 Pro da ham 48, 16 Pro da ham, 17 Pro da ham 48 megapiksel. Unda nima farqi bor deb so'rashtirgan bo'lsangiz, detalizatsiyada farqi bo'lishi mumkin, stabilizatsiyada farqi bo'lishi mumkin. 4K 60 FPS emas, 120 FPS, shularda farqi bo'lishi mumkin. Lekin oddiy rasmga tushirib, oddiy narsalarni syomka qilib yuradigan odamda umuman muammo bo'lmaydi bu kamerada. Chunki stabilizatsiya bor, 4K 60 FPS bor, kino effekt bor. Yana nima kerak sizga deydi-ku. 17 Pro Max bilan solishtirgan rasmlar bor, mana men sizga qo'yib berishim mumkin. O'zingiz farqini ko'rib olaverasiz. Qaysi biri yaxshi, qaysi biri yomon yoki o'zgarishlar bormi, yo'qmi? Videolarda ham ko'rishingiz mumkin. Qaysi qanaqa syomka qilyapti.
Ovoz haqida ozgina gaplashib o'tib ketadigan bo'lsak, telefonda stereo dinamik turibdi, tepa qismida va pastki qismida ovoz chotki, muammo yo'q. 3 ta mikrofon qo'yilgan bunga. Bu video yozganingizda stereo zapis ta'minlanaveradi. Xullas, ovoz bo'yicha ham, ovoz yozish bo'yicha ham telefonda umuman muammo yo'q. Bu tomondan ko'nglingiz xotirjam bo'lsa ham bo'laveradi. Endi xulosa qiladigan bo'lsak, bu telefonni bu yil olsak bo'ladimi, bo'lmaydimi deydigan bo'lsangiz, narx tomondan qaraydigan bo'lsak, men bu telefonni 30 ming rublga oldim. Bu O'zbekiston puliga 4,5 million atrofida yo jinni o'tadi-ku, $380 to'g'ri keladi. Lekin olganimga umuman achinganim yo'q to'g'risi. Nimaga? Chunki 17 Pro Max ko'radigan bo'lsangiz 100 balldan 96 ball olgan. Bu telefon bo'lsa 100 balldan 83 ball olgan. Real hayotda siz 13 ballni farqini bilmaysiz. Dizayn normalniy, mощность yetarli, kamera chotki, ekran chiroyli, batareyka yaxshi. Yana nima kerak sizga? O'shaning uchun men sizga qo'rqmasdan tavsiya qilishim mumkin. Agar siz o'rta modellarning ichida iPhone qaraytirgan bo'lsangiz, bu eng chiroyli va to'g'ri tanlov deb hisoblayman. Puliga ham arziydi. O'ylaymanki, mana shu videodan keyin siz bu telefonni olish haqida albatta o'ylab ko'rasiz. Endi sizga nima muammo bo'lishi mumkin? USB lightingligini hisobiga ma'lumotlar almashishi ozgina sekin bo'lishi mumkin kompyuterda, keyin yangi telefonlarda bor, PK o'yinlarda o'ynalmasligingiz mumkin. Lekin sizga o'sha yangi iPhone'lar nima ish qilib beradigan bo'lsa, bu telefon ham 100% o'sha ishlarni qilib beradi. Umuman sizda muammo bo'lmaydi. Albatta bir narsa esingizda tursin, sizga nima yaxshi yoki nima yomonligini men yoki boshqa birov hal qilmasligi kerak. Bu narsani har doim o'zingiz hal qilishingiz kerak. Bu xulosalar, bu fikrlar, bu o'ylar hammasi mendan edi. Oxirgi qarorni qabul qilish bo'lsa, har doim sizdan. Sizlar bilan Texnologiya kanalida Sardor bo'ldi. Sog' bo'lasizlar, salomat.